kofe chiqaradigan, kofe qilib beradigan do'konni sotuvga qo'yapmiz. Mana egalari. Nimalar videoni Telegramga olganmiz mana. Vaqtga qaranglar. 21:38 da biz Sharabaraga. Nomeringizni ayting, aka. Bo'l jo'natori. Qolganini keyin to'ldirib qo'yasiz. hozir mana qo'ydik. Qanchada telefon bo'ladi? O'zimizga qiziq bo'ling. Olgan telefonlari mana o'zlari turibdi. O'zida turibdi. Telefon bo'ldi. 1 minutda telefon. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Oqondan sarvarada kofedan qo'yildi-yu. Hozir videodan 1 minut bo'ldi. to'liq ko'rdim, ko'rmadim-da, hozir sira qoldim, birinchi qo'la qoliydi. Ha, birinchisi qolsa aka o'zi. Buni kofe mashinasi bor, molkasi bor, endi nimalari bor? Kofe mashinasi bor, molkasi bor. Qisqasi kofega kerakli hamma narsa tayyor turibdi aka. Aka bo'ldi, bo'lmasa aroq qiling, kartangizni bering. Shunaqa tashi, hozir yarim soatga minutda boraman aka. Nima bo'ldi hozir? Sotildi aka. Qancha vaqt ketdi? Mana telefon bo'ladi. Aka siz nima deysiz? Gapi yo'q ekan. Gaplashganlari bilan 21:41 bo'libdi. Ulgurmaganlar bizda emas ayb mana. Biz bashta turibmiz. Bunaqasini nafaqat biz boshqalar ham kutgan yo'q edi. Biznesimizni oyoqda. Oxirgi payt ko'rib kelman-da. Tushib qolar ekan biznes. Qarab o'tirib, bitta tushdi-yu. Aka shunday video boshladingiz, shunday fikr ko'rdingiz, oxirigacha ko'rmadim. Shunday telefon qildim-da. Akadan so'rab, aka nima sota olasiz deyman. Harakatini. Biznesingiz bo'ladimi? Sotmoqchi. Sotilmayib turgan narsangiz bormi? yoki kerak emas narsangiz bormi? Qizig'i yo'q, nima bo'lishi? Bu dunyoda sotish mumkin bo'lgan hamma narsani sotib beramiz. Bizga ishonsalar ham bo'ladi. Xizmat bo'lsa, hozircha birada beramiz.